Navro'z bahonasida qanaqa to'rt tarafi tog' Shohimardonga yetib keldik. Men ancha yillar oldin kelgandim. Meni orzuyim bor edi kelib ko'rish. Hamza Hakimzoda Niyozi bu insonni yaratgan asarlari bilan o'sha rejissyorligi, teatrini, hamma o'sha qo'shiqlarni yozgani, nihoniy taxallusi bilan yozgan nimalari endi o'ta go'zal. O'sha Saidin qo'ya bersa hayotga yozgan musiqalarni o'zi bir dunyo. O'sha o'xshaydi, kuni hammamiz aytamiz. Mana shu insonni g'azaliga mansuba sog'inib degan qo'shiq. Men hozir shuni to'xtatib aytib beraman. Dilrabo ishqing bilan divona bo'ldim, sog'inib divona bo'ldim, sog'inib bulbul kabi kechalar giryona bo'ldim, sog'inib giryona bo'ldim, sog'inib bir necha kunlardan beri ko'rmay visolingni parim turli baloyu g'am bilan g'amxona bo'ldim, sog'inib Dilrabo ishqing bilan divona bo'ldim, sog'inib giryona bo'ldim, sog'inib giryona bo'ldim, sog'inib. Mana shu Hamza Hakimzoda Niyozi yozganlar. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku, o'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku, rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku, rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku. Judayam go'zal joylar. Mana shu joyga men niyat qilgandim, hozir mana Hazrat Alini borib ziyorat qilamiz. Lekin men Hamza Hakimzodani ko'rish uchun ham Shohimardonga keldim. Joylar jannat.